Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Xudo xolasa biz yana Namangandagi katta mashina bozor, ya'ni Hasanobod bozoridamiz. Xudo xolasa sizlar uchun bugun mana shu bozordan Spark mashinalarini qo'ldan kelgancha obzor qilib bermoqchiman. Ruxsat berilganlari, mayli ko'rsating uka deyilganlarning ma'lumotlarini olamiz, telefon nomerlarini berishsa og'zaki aytib o'tamiz. Qaysi bir ma'qul kelib qolsa, telefon nomerlarga bog'lanib, avtovodiyda ko'rdik deb bir o'zingizlar uchrashib, tekshirib, savdolashib xarid qila olasizlar. Akalar, xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Mehnatimizni qadrlab, bir donadan videoga like bosib, poddeshka qilib, komment ostida o'zingizlar fikringizni qoldirib, xizmatimizni qadrlab tursanglar akalar, sizlar uchun qo'ldan kelgancha yaxshi bir manfaatli video qilib berishda davom etamiz. Bo'lmasam boshladik akalar, mana bozor odam yetarli, soatimiz 12 ga yaqinlashib qoldi. Kelmoqchi bo'lganlar har yakshanba kuni bo'ladi bozor. Kelarasizlar sotmoqchi yoki sotib olmoqchi bo'lsanglar. Bo'lmasam boshladik. Bizdan yiroqlashmang. Obzorimizni boshladik akalar. Xo'p, akalar boshladik. Bo'lmasa mashinalar bir boshdan tanishtirishni, birinchi ko'rsatadigan mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Akalar qaranglar, juda ham chiroyli holatda ko'rinishlari. Ma'lumotlarni egalaridan so'rab sizlarga taqdim etamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Ma'qul kelib qolsa, telefon nomerlariga bog'lana olasizlar. Mashinaning orqa ko'rinishlari gazli uстановka bo'lgan. Qora rangi ishqibozlar bo'lsa, diqqat bilan kuzatinglar. Xo'p, temir gaz balon 2034-yilgacha. Bizim bak polni. Gazi yo'q, haligi gazi ichida qolmagan. Gaz balonining ichida gaz yo'q, xullas. Nechtalik bu? 65 tami? 65 talik. Banan faradirmidi buni aka? Original. Akalar qiziqinglar, yili 2013. Kraska haqida ma'lumot qanaqa aka? Kraska ma'lumotda haligi osvejitel. Xo'p, tekshirtirib olasizlar. Suyagi butunmi mashinani? Suyagi butun, xudo xolasa. Primerkasi bor. Aha. Nimalar bor yana qo'shimcha aka? $400 Mers zamok, Tesla monitor, elektr paket, konditsioner, redline, xullas poylik chig'ol qilsa bo'ldik. Katta motori-da bu. Hozir ochiqmi? Ochiq. Tak. Dashi ochiqligini bilinmaydi, qarang. Bismillah. Toshkent motor deyilyapti, xudo xolasa. Ustalarga olib borib tekshirib olasizlar albatta. Yili 2013. Yurgani qancha bo'ldi? 131 ming. 131 ming kilometr. Yaxshi, ichlarini ko'rib ketamiz. Narxi 5,5 ming aytyapti ekanlar akalar. Yili 2013. Aha. Mers rulla. Bu yoqda dizayni nima million ketyapti. Issiq kelyapti. Issiqnachilar a? Yaxshi. Akalar, qiziqinglar. Nima dey? Motori bor ekan deymi? Katta motor. Ha, yo motori aytdi. Xo'p, akalar, rasxod yo'q deyilyapti. Xudo xolasa radarga tushilmagan, banki yo'q mashinani. Kimga qiziq bo'lsa, yili 2013 bog'laninglar. Nechi nomer? 94lik 94lik 500 95 45 95 45 raqamiga avtovodiyda ko'rdik deb murojaat qilinglar. 5,5 dedingiz. 5,5. Nasiya savdo bormi bunga? Kelishamiz. Xudo xolasa bog'laninglar. Narxi 5,5 million so'm. Salomat bo'ling aka. Ishlarga omad. Xo'p, ketdik bo'lmasam endi hurmatli obunachilar, ruxsat berilganlarni sizlarga ko'rsatib ketaveramiz. Bu yerda Cobalt Nexia 3 ekan. Ko'rsataylikmi aka? Xo'p, shartmas dedilar. Bahorgacha ko'pchilik bekorchi, o'shanga aytilgan narxga kirmaguncha bozorga kelishaveradi. Bakka gazlar ishlayotganda to'ldirib olingan yoki benzinda chiqishgan. Egalar deyarli yo'q. Mashina ko'p, lekin egasi yo'q ichida. Sparklar kimdan ekan akalar? Bosib yuboraylikmi? Necha yili? Yili. Siznikimi bu? 2019. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza 2019. Pozitsiyasi qanaqa aka buni? Ikkinchi pozitsiya. 200 ming yurgan. Kraskasi toza. Yaxshi. Ochiqmi aka? Bismillah. Avtovodiy aka. Xo'p, salonlar chiroyli qilib qo'yilgan akalar, yumshoq chexollar taqilgan.
Oyog'i taglari chiroyli holatda, mexanika akalar. 2000 yurgan deyilyapti. Yaxshi. Qanaqa motor aka bu? Katta motor a? Akalar, kraskasi toza ekan, xudo xolasa. Orqa ko'rinishlari. Bismillah. Temir gaz balon bor, choklar, kraskasi toza bo'lganligi uchun joyida. Xo'p, akamizda mashina ko'p ekan. Mani sal kirib qopti lekin. Aka, qanisiz? Xo'p, Spark'ga egalari hozir band bo'lib qoldilar. Nexia 2 sotilibdi. Akalar qanchaga ketdi? Sir bo'lmasa. Ustamlar bilan o'lchang. Usta qanchaga ketdi? 5,5 necha yili? 2016 5,5 mingga ketdi akalar. Xo'p, aka kraskasi toza, deymi? Rasxod yo'qmi? Rasxoti yo'q. Dokumentlarda muammo yo'qmi? Liboy dokument bo'lar ekan akalar, yili 2019, kraskasi toza, 200 ming yurgan. Narxi qancha endi buni? 6800. Kelishamizmi yo bo'lish narximi? Telefon qilishyapsiz-a? Nomerlar nechi? 97lik 585 58 raqamlarga bog'laninglar. Avtovodiyda ko'rdingizlar, xursand bo'lamiz. Salomat bo'ling, ishlarga omad. To'g'a tushiralikmi? Aka tushirib qo'yaling. Yili nechi buni akalar? 2020 akalar, navbatdagi qora rangli Spark mashinamiz. Kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi tozami? Pozitsiyaga nechi? O'zingizlarkim mashina? Avtomat. Akalar bir qo'l, egasini o'zida mana xudo xolasa. Faqat mashina purishlaridan emas, mana egalaridan ham tushirib turadi, ruxsat bersa, sirazi ko'rsatamiz albatta. Xo'p, salonlar juda ham chiroyli holatda, ko'ryapsizlar oyoq taglari, sidinalarimiz ham kojinli, chexol qilingan, juda chiroyli ekan, avtomat. Xo'p. Xullas, akalar, full varianti. Yurgani qancha buni shep? 68 ming xolosmi? Shumka bor shikiliga? Polni shumka qilingan. Rasxodda ayamay qilingan deyilyapti. Akalar, mana shunga qiziqasizlarmi? Archa balonga o'xshayapti baloni. Orqa endi mana truba bor ekan, ocha olmas ekanmiz. Banan faralar. Xullas, mashinaga mehr berilgan. Aka, motori qanaqa bo'ladi buni? Katta motor, Toshkent motor. Gentra motormi? Rasxod qanaqa bunda aka mashinada? O'zingizniki ekan bir qo'l. Proba qildik aka. Aha. 470 kilometrga 35 ta benzin ichdi. 470 kilometrga 35 ta benzin ichdi. Texnik ko'rikam ko'rsatib qo'ydingizmi bir? Mashinaga ko'ndilanga jo'q. Gazi qanaqa? Bormi gaz? Benzinni o'zidami? Adres qayda? Namangan To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'on, Kalvay qishlog'ida. Akalar, qiziqinglar, egasini o'zidan 20 mi deyli? 2020 avtomat, xudo xolasa katta motor, kraskasi toza, benzinda ekan. Qiziqinglar, juda chiroyli qilib qo'yilgan salonni ichlariga. Nech pulga beramiz aka buni bo'lish narxini? Hozir sotanda 8,5 mingga deyapti. 8,5 olib sotar qilyapti. Siz misol 9,5 deyapsiz. Kelishamiz. Kelishasiz. Misol o'zim bilaman aka, sotmayman deganga misol ozroq qilib berasizmi? 8,5 dan ham? Shinamandasiga sotmoqchimiz. Haqiqiy shinamandasiga olib sotarga emas. Naqd pulga. Omad pul kerak. Omad pul kerak. Naqd pulga sotamiz. Aha. Bir 7,000 6,000 pul borgan berib tura olasizmi? Yo'q. Bizim bitta imorat olganmiz, shu narsani yetishmovchilik uchun sotdik. Xo'p. Telefon nomeringiz nechi? 99 99lik 323 323 20 70. 20-70 raqamlarga akalar, egasini o'zidan bir qo'l minilgan ekan, To'raqo'rg'onda ekan mashina. Nechi nomer? Keyingisi 93lik 912 43 55 raqamiga bog'laninglar. Akamiz o'zlari nomlarida ekan. Xudo xolasa avtovodiyda ko'rdingizlar, xursand bo'lib qolamiz. Xo'p, akalar, endi e'tiboringizga 3 ta Spark mashinasini ko'rsatamiz. Qaysi biri ma'qul kelib qolsa, telefon nomerlariga bog'lanib savdolasha olasizlar. Necha yili buni? 15. Bunisi-chi? 17. Narginisi? 22. Kraskalar qanaqa?
Krilo bor. Kriloda. Aha. 17 da kapot, krilo, Kapot krilo. Bitta eshikda bor. eshigi bor. Ikkita eshikda. avtomat. Avtomat korobka. Narginisi-chi? Narigi toza. Narginisi kraskasi toza. 79 79 ming yurgan. ming yurgan. Yil nechi edi uni? 22. 22. Akalar bunda bitta kriloda bor ekan. 2015 yili. Motori qanaqa? Kichkina motor. Rasxod bormi yo'qmi mashinada, do'stim? Rasxod yo'q. Aha. Balon holatlar akalar zo'r holati. Aha. Orqa ko'rinishlari, yondan ko'rinishi bitta kriloda, kraskasi bor ekan. Xolos, yili 2015 kichkina motor. Plyusga yarashasini bir telefonlashib savdolasha olasiz. Yo'qib qolsa ichlari chiroyli holatda mana. Gaz bor-a, do'stim? Hammasida gaz bor. Dokumentda muammo yo'qmi? Hadovoy motorlar qalay? Rasxod yo'q, tayyor holatda xullas. Yaxshi. Konditsioner ishlaydi. Gap yo'q, akalar kichkina motor, metan gaz, konditsionerlarda muammo yo'q. Bitta kriloda kraskasi. Nech pildingiz bunga? 6100 dan barakasi bo'lib beriladi. 6100 barakasiga o'tib beramiz. Nasiya savdo? Yo'q, narsa. Barterchi? Barterga kelishamiz. Barterga kelishamiz. Liboy mashina bo'la oladimi? Ha, Xo'p. Nechi deyli buni? 17. 17. Qayta kapot, krila, ikkita eshikda kraskasi bor-da. Motori qanaqa buni? Katta motor, Toshkent motori akalar. To'rtta balon holati yaxshi. Bismillah. Ichlarni ko'rinish. Avtomat. Akalar, chexoli yangi ekan pashti. 297 ming kilometr. Gaz bor-a bunda ham, do'stim? Hammasida bor dedingiz, aytmoqchi. Xo'p, orqa ko'rinishlari. Hammasida bor dedingiz-a gazni? Yo'q. Qani bismillah. Xo'p, katta motor akalar bunisi, avtomat korobka, konditsionerlar bor, gaz bor. Bu ham rasxod yo'qmi buni ham? Tayyor holatda. Dokumenti ham joyida. Nech pul bunisiga? 6,5 mingdan. 6,5 ming o'tib beramiz. Xudo xolasa, telefon nomeri aytdikmi yo'qmi? Yo'q, Aytib qo'yaylik. 93lik 209 19 dan 9. 91lik 366 0099. Keyingisi kraskasi toza edi akalar. Xudo xolasa buni ham ko'rsatib ketamiz. Balon holatlarimiz to'rtalasi ham holati zo'r. Xo'p, sidinalar chexol bor, oyog'i taglar chiroyli holatda akalar. Kraskasi toza. Motor qanaqa buniki? Katta motor bo'ladimi? Katta motor bo'ladimi? Yaxshi, gaz, konditsioner, ABS bor. 2022 kraskasi toza, yurgani 70 ming dedingiz-a? 74 ming. Ha, 79 ming. Nech pildingiz bunga? Bunga 8 dan ozgina o'tib beramiz. 8 mingdan ozgina o'tib beramiz. Nasiya savdosi bormi buni? Yo'q. Barter bor. Barterga gaplashamiz. Barterga gaplashamiz. Ha. Telefon nomeri nechi edi? 91lik 366 00. Telegram bormi? Bor. Akalar, bog'laninglar, avtovodiyda ko'rdik desanglar, xursand bo'lib qolamiz. 3 ta Spark mashinasini mana shu nomerga ko'rsatdik. Bog'laninglar. Salomat bo'ling. Nechi ekan yil aka? 2015. 2015. Qorami hozir bu? Qora. Yo baqlajonmi? Qora. Qora. Akalar, 15 dedingizmi? 2015 Spark mashinamiz navbatdagisi, rangi qorasini yaxshi ko'radiganlar uchun. Rasxod bormi yo'qmi aka mashinada? Kraska qanaqa? Kraska 20-30% bor. 100 ga qancha yurgan? 108 ming yurgan. Qaytida kraskasi? Kapotda bor, shopir eshigida. Ichiga o'tmagan. Dokument yaxshimi, muhim aka?
Hop. General Yafarmet ikkalasi ham bo'laveradi. Motor qanaqa? Katta kichik. Katta motor, gaz bor, konditsioner ishlaydimi? Yaxshi. Strashniy avariyasi yo'q-a buni? Akkumulyator yangi ekan. Strashniy kaltagi yo'q? Xo'p. 108 ming yurgan dedingiz-a? Ichlarni ko'rinishi akalar. Sidinalar chiroyli chexol qilingan, yumshoq chexol. Alcantaro. Alcantaro bo'lgan ekan patologi. Yaxshi akalar. 20% kraskasi bor deyildi. Nech pul narxi? 5,5 ming pulga ozmoz kelishtirib beramiz. 2015 yili. Nasiya savdo barterlar bormidi? Bo'laradi. Nomeringiz nechi? 91lik. 341 57 raqamlarga bog'laninglar akalar. Xudo xolasa chiroyli qilib buni savdolashsanglar bo'ladi. Rahmat aka, ishlarga omad. 15 yili. Hop, mokrisi bor ekan. Mokri kimdan ekan akalar? Qo'shib yuboraylikmi? Necha yili? 2019 Toshkent partiya ekan akalar. Navbatdagi Spark mashinamiz. Mokri asfalt rangda, balon holatlari yaxshi ekan, to'xtalasi ham. Aka, kraska qanaqa? Kraska 30%. 30% kraska bor. Strashniy kaltay bormi? Yo'q, yuzaki. Asvijda? Ha, asvijda. Motor qanaqa bunda? Motor Katta motormi? katta, 1.3 li avtomat korobka. Aha, rasxod yo'q. Rasxod yo'q. Dokumentlar joyida? O'zim nomida. Gazi bormi aka, gaz? Yo'q, benzinda. Benzinda ekan akalar. Bismillah. Yurgani 141.254 kilometr bo'libdi. Oyoq taglari chiroyli holatda, avtomat korobka akalar. Sidinalar holati zo'r aka. Ideal ekan. Bitta chexol kiydirib olsangiz bo'ldi ekan. Orqa ko'rinishlar. Mokri ishqibozlar uchun bo'lmasam akalar telefon nomerlarini olib beraman, bog'lana orasizlar. Avtovodiyda ko'rdingizlar, xursand bo'lamiz. Nech pulga berasiz aka buni? 7700 iPhone. Narx. Savdo qilishdimi? Nasiyaga, barterga iloji bor? Vaqtga sotamiz. Faqat naqdga. Ha, Qanchaga endi misol? Kelishtiribroq aytganda, yaqinroq qilib. 7,5. 7,5 ga berasiz. 200 dollar tushib berasizmi? 5 puli borga bermaysizmi? Yo'q. Qolganda misol kelishganinglar, qolganda nasiya savdo o'zingiz bilan. Yo'q, bizga pul keladi, naqd. Xohlasa aqlli, xohlasa generalnik. Yil nechi edi? 19 midi? Yil 19. 19. Aha. Telefon nomerlari nechi? 90lik. 90lik 214 214 30 33. 30 33. Aka sir bo'lmasa, sizda tirikchilikmi bu? Yo'q, tirikchilik emas. Tirikchilik O'zimga oldim, sotmoqchi. Qancha mindingiz taxminan? Sir bo'lmasa agar aytaveriz. 1000 kilometr yuribdilar akalar, moshina purishmasman deyaptilar. O'zlariga olgan ekanlar, sotyapti ekanlar. Ma'qul bo'lsa telefon nomerlariga bog'laninglar. Avtovodiyda ko'rdingizlar, xursand bo'lamiz. Salomat bo'ling aka, ishlarga omad. Bu kimdan ekan akalar bunisi? Sizdanmi, Xorma aka? Rangi nimaga yuradi? Chokkomi? Chokko. Necha yil? Assalomu alaykum. 2020. 2020 Spark mashinamiz Chokko Svetda akalar. Pozitsiya mexanika. Aha, ikkinchi pozitsiya mexanika deyaptilar. Navruz, bitta tonirovkasi yo'q xolos. Faqat hamma narsasi bor, tayyor. 97 ming yurgan. Kraskasi-chi? Kraska toza. Kraskasi toza akalar. Salonda matoviy. Ko'rib ketamiz bo'lmasam. Kapot ochiq ekan-a? Xo'p, akalar, gaz bor, konditsionerlar bor, abezlar bor ekan, xudo xolasa. Motorda rasxod yo'qmi, shep? Yo'q, motor hadovoy zo'r, moshina jim. Moshina jim. Yopordimi? To'rtta ishi tomlar bilan birga shumka qilingan yangi to'rtta balon akalar. Bismillah. Korobka ikkinchi pozitsiya. Kraskasi toza. Oyoq taglari chotki, sidinalar. Stop, video registrator. Aha. Start stop и video registratorlar bor. Pult bor deyaptilar. Orqa ko'rinishlari.
Chokko ishqibozlar uchun akalar, xudo xolasa qiziqorasizlar. Necha yil deydi aka? 2020. 2020 kraska stozda ikkinchi pozitsiya mexanika. Nech pul deysiz? 7,5 deyapmiz. Hop, Sunnatga o'tib beramiz. sunnatga o'tib berasiz. Nasiya barterlar bormi aka? Faqat naqd. Faqat naqd puli bilan savdolashar ekanmiz akalar. Telefon nomerlari nechi? 99lik Aha, 474 hop, 49 49. xo'p bo'ladi. Bog'laninglar aytilgan nomerlarga, xudo xolasa chiroyli qilib sunnatga kelishtirib beraman deyaptilar. Sizlarga omad aka. Xo'p, oqi bormi akalar sizlarda oqi? Har sabab Sizdanmi? Sizdanmi aka? Necha yili? 2018 107 ming yurgan. Ravonmi bu aka? 107 ming yurgan kraskasi? Kraskasi krilo kapotda yuzaki. Krilo kapotda yuzaki asvejit qilingan xudo xolasa. Avtomat dedingiz aka? Ichlarning ko'rinishlari akalar. Oyoq taglari chiroyli, sidinalari ham holati zo'r ekan. 107.672 kilometr yurgan ekan. Aka, sidinaga chexol bormi, yo'qmi? Yo'q a? Atak sidina holati zo'r ekan akalar. Hech qayeri urilmagan, yitilmagan. Chiroyli turgan ekan. Orqa ko'rinishlari. Hozir nimasi bormidi? Gazi bormi aka buni? Benzindami? Ochsam bo'ladimi? Motor yo'q. Katta motor bo'lamidi bular aka? Zo'r motor. Xo'p, benzinda yurgan mashina ekan akalar, 107 ming yurgan. Xudo xolasa avtomat korobka qiziqorasizlar. Hadovoy motor, hamma narsa zo'r. Konditsioner ishlaydi. Yaxshi. Nech pul deyapsiz? 7,5 ming dollar. Kelishamiz aka. Nasiya savdo barterlari bormi? Nima deysiz? Bor, ikkalasi ham. Nech pul bilan nasiya qilsa bo'ladi aka? O'zingiz bilan. 3,000 ming puli borga akalar nasiya savdoni iloji bor ekan. Telefon nomerlari nechi? 90lik 288 55 55 raqamlarga bog'lana orasizlar akalar. Bo'lmasam balon holatlari ham to'ttalash zo'r ekan. Salomat bo'ling aka. Xo'p, qizil Spark mashinamiz bor ekan. Opa-singillar uchun ruxsat berilsa ko'rsatib ma'lumotlarni beramiz. Akalar, qizil kimdan ekan? Qizil kimdan ekan akalar? Shep. Qizil sizdanmi? Ko'rsatsa bo'ladimi? Obunachilar, opa-singil obunachilarga ko'rsataylik buni. Necha yili? 2017. Pozitsiyasi qanaqa? 1 yevro Ravon avtomat. Aha, 1 yevro Ravon avtomat korobkada. Kraskasi? Qo'lida 20% etibetga petno sepilgan pardozga. Opshiga 20% hisoblaymiz. Etibetida petnoni o'rniga asvejit qilingan. Balon holatimiz o'rta ekan akalar, xizmat qilib beradi. Ichlarning ko'rinishi. Nima bu aka, tonirovkami? Gayigacha ruxsatnoma bor, svetoforgacha. Oyog'i taglari sidinalar chiroyli chexol qilingan avtomat korobka akalar. 1 yevro varianti ekan, xudo xolasa. Opasini, singlisini va ayolini xursand qiladigan aka-ukalarimiz uchun yaxshi variant. Hamma narsasi tayyor, a? Hadovoylar zo'rmi? Chiroyli ekan, lekin banan fari, tonirovka bor, faqat ruxsatnomasi yo'q deyaptilar. Necha yil aka? 2017 1 yevro avtomat akalar. Qiziqinglar. Yurgani qancha edi? 154 ming yurgan ekan. Nech pul deyapsiz aka? 7,000 dollardan ozroq o'tib beramiz, ozmoz. Nasiya savdo barterlar bor? 3-4 ming puli borga nasiya savdoni iloji bor ekan. Barteram bor. Barteram bor ekan, xudo xolasa akalar, qiziqib qo'ya olasizlar, xudo xolasa. Bozorda kamdan kam chiqadi bunaqa rangi. Bozorda bitta. Hozir bittami? Boshqa ko'rmayapman-da hozir. Necha yili? Telefon nomerlari nechi? 94lik 875 0050 raqamlariga bog'laninglar.
Keyingisi 91'lik. 91lik 0 0 51 51 avtovodiyda ko'rdingizlar, xursand bo'lamiz. Salomat bo'ling, ishlarga omad. Xo'p bo'ladi. Biz nomimizdan chiqsanglar, yana narxidan o'tib berishar ekan.